Bugun sizlarga Neotouch showroomidagi eng tezkor bo'lgan 65 diagonalli maxsus premium kачестводagi interaktiv doska haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. 65 diagonalga ega bo'lib, sensorlari yoмкостный deyiladi, ya'ni bunda hech qanday infrakrasniy nurlar yo'q. Touch sistemasi mutlaqo boshqa tizimda ishlaydi. Juda ham tezkor, 4K formatda videolarni hech qanday qotishlarsiz ochib beradi. Buning texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 16 GB operativ xotira va 256 GB doimiy xotiraga ega. Buning tezligi boshqa interaktiv doskalarga nisbatan juda ham tez. Buni hozir videoda qisqacha ko'rsatib o'taman. Brauzerni ochdik. Interaktiv doska ishlatib ko'rgan odamlar juda ham biladi, oddiy interaktiv doska qanday ishlashini. Bu juda ham tez ishlaydi. Bunda unaqa qotish yo'q. Bu maxsus ishlangan, bu shu biznes premium kачестводagi zallar, ya'ni konferens zallari uchun mo'ljallangan interaktiv doska. Bu ushbu jihozlangan Logitech web kamerasi. Agarda siz ushbu interaktiv doskani xarid qilsangiz, bonus sifatida qo'shib beriladi. Sizga ham ushbu interaktiv doska qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring.